Allohning habibi Muhammad. Birinchi fasl, 5-qism. Allohim Sayyidimiz Muhammadga salovatlaringni yog'dir. Shu bilan g'amlarim kushoyish, gunohlarim mag'firat bo'lsin, ayblarim berkilsin. U zotni ko'rishimga va ular bilan suhbatlashishimga musharraf qilgin. Ahli baytlari va ashablariga ham salovat va salomlar bo'lsin. Shunday qilib Nabiy sallallohu alayhi va sallam ota-onalaridan yetim qoldilar. Lekin Alloh azza va jalla u zotni o'z inoyatiga oldi va o'zi xohlagandek pok va go'zal suratda tarbiya qildi. Alloh taolo u zotni yoshliklardanoq johiliyat nopokliklari va barcha ayblardan hifz-u himoyasida saqladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni bobolari Abdul Muttalib o'z qaramog'iga oldi. Muhammad yetim bo'lib qoldi. Endi men unga mas'ulman. Agar mening ham kunim bitsa, kim uni o'z qaramog'iga oladi? Allohga qasamki, nabiramning sha'ni buyuk bo'ladi. Muhammad, ortga qayt. Bu bobong Abdul Muttalibning joyi. Kel bolajonim, yonimga o'tir. Otam bilan gaplashdim. Vaqt soatim yaqinlashyapti deb Muhammaddan xavotirdalar. Otamga Muhammadni o'z qaramog'imga olishimni aytdim. Abu Talib, sening bolalaring ko'p-ku. Buning ustiga nochor bo'lsang, Muhammadni juda yaxshi ko'raman. U menga o'z bolalarimdan ham suyukliroq. Abu Talib, otang og'ir yotibdi. Seni va og'a-inilaringni ko'rishni xohlayapti. onalari vafotidan so'ng u zotni bobolari Abdul Muttalib o'z qaramog'iga oldi. Bobolari ajali yaqinlashganini sezganida o'g'li Abu Talibga Nabiy sallallohu alayhi va sallamni o'z qaramog'iga olishini vasiyat qildi. Payg'ambarimiz taxminan 10 yoshlarida qo'y boqa boshladilar. Bu og'ir hayot edi. Ammo Alloh taolo u zotni buyuk vazifaga tayyorlayotgan edi. Onalari vafotidan so'ng u zotni bobolari Abdul Muttalib o'z qaramog'iga oldi. Bobolari ajali yaqinlashganini sezganida o'g'li Abu Talibga Nabiy sallallohu alayhi va sallamni o'z qaramog'iga olishini vasiyat qildi. Payg'ambarimiz taxminan 10 yoshlarida qo'y boqa boshladilar. Bu og'ir hayot edi. Ammo Alloh taolo u zotni buyuk vazifaga tayyorlayotgan edi. Ey Abu Talib, otang o'lim to'shagida yotibdi. Senga vasiyati bor ekan. Otajon, Muhammadni kim o'z qaramog'iga oladi? men otajon. Yo'q, men. Inimning o'g'lini men qaramog'imga olaman.
mendan keyin sardoringiz Abu Tolib bo'ladi. Muhammad ham uning qaramog'ida bo'ladi. Nabiramni odamlardan ehtiyot qilinglar. Unga ozor yetkazsalar, yordam beringlar. Agar unga qarshi urush ochsalar, uni qo'llab-quvvatlanglar. Zero u haq yo'lda bo'ladi. Shunday qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 8 yoshga kirganlarida bobolari vafot etib, amakilarining qaramog'iga o'tdilar. Allohning sizga rahmi kelsin, otajon. Allohning rahmi kelsin. Bechora, yolg'izgina yetim bola. Senga o'xshaganini Quraysh qavmida arab bolalari orasida ko'rmadim. Bir xonadondan boshqa xonadonga, bir kishi qaramog'idan boshqaning qaramog'iga o'tasan. Oh, suyukligim Muhammad. Azizam Fatima, jiyanim Muhammadning qilayotgan ishlarini tushunmayapman. Abu Tolib, u haqiqiy erkaklardek sabrli, viqorli, rahm shafqatli, tarbiyali bola. Fe'l-atvori ham g'oyat go'zal. Fatima, uning nega qo'y boqayotganini tushunmayapman. Muhammad bizning ahvolimiz tang ekanligini biladi. Men mol dunyo ketidan quvmayman. Faqat unga yaxshi sharoit qilib bersam kifoya. Muhammadning taomini tayyorlagandim. Unga olib boray. Nabiy sallallohu alayhi va sallam boqayotgan qo'ylar boshqalar boqayotgan qo'y va chorvalarga o'xshamas edi. Ul zotning barakotlari shu darajada ediki, Makkadagi barcha Qurayshiylar qo'y va chorvalarni Nabiy sallallohu alayhi va sallam boqishlarini xohlashardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning taomlari tong otgandan to kechgacha suv va xurmodan iborat edi. Yigit va qizlarimizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda buyuk o'rnak bor. 10 yoshlarida qo'y boqardilar. Amakilariga qarashmay turib, ularning uylarida taom yeyishga oliy janobliklari va izzat nafslari yo'l qo'ymas edi. U zot qo'y boqardilar va payg'ambar bo'lganlaridan keyin biror payg'ambar yo'qki, qo'y boqmagan bo'lsa derdilar. Jiyan, boshingdagi sallang qanday go'zala? Hojam Abu Tolib, bilasizmi? Muhammad Madinada suzishni o'rganibdi. Keyinchi Chaqqon harakatlari bilan o'zidan kattalardan ham o'zib ketibdi. Men Banu laqablik folbinman. Yuz ko'zingizga qarab
taqdiringizni aytib beraman. Bolalaringizni olib keling. Ey Abu Tolib, Muhammadni anavi folbinning oldiga olib boring. Yo'q, azizam. Men juda qo'rqaman. Nimadan qo'rqasiz Abu Tolib? Nimadan? Bolani olib keting. Xudo haqqi. Bu xosiyatli bola ekan. Muhammadga tobora bog'lanib boryapman, Fatima. U ham menga o'rganib qoldi. U holda uni o'zingiz bilan olib keting. Yo'q. Yo'l va safar qiyinchiliklari unga og'irlik qilishidan qo'rqaman. O'zingiz ham uni firoqiga chiday olmaysiz-ku. Olib keta qoling. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilari Abu Tolib bilan Shom safariga chiqdilar. Karvon Busro shahrida to'xtadi. Bu rohib Baxironing ibodatxonasi. Baxiro ibodatxonasidan turib Rasulullohni kuzatdi. Bir parcha oq bulut faqat u zotga soya solib turganini ko'rdi. U zot ibodatxonaga yaqin bir daraxt soyasida to'xtadilar. Baxiro bulut va daraxtga nazar soldi. Daraxt shoxlari Nabiy sallallohu alayhi va sallamga egilib turardi. Ey Qurayshiylar, men sizlarga taom hozirladim. Barchangiz marhamat qiling. Katta-yu kichigingiz keling. Xudo haqqi Bahiro. Senda bugun bir gap bor. Ilgari bizni hech siylamasding. Barchalari Baxironing ibodatxonasida to'plandilar. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelmadilar. Bolani ham chaqiringlar. U ham dasturxonga kelsin. Baxiro Rasulullohga qattiq tikilardi. U zotning tanalariga qarab, kutilayotgan payg'ambardagi o'zi bilgan sifatlarni ko'rdi. Baxiro Nabiy sallallohu alayhi va sallamni savolga tutdi. U zotdan uyqulari, xatti-harakatlari, ishlari haqida so'ray boshladi. Payg'ambarimizning javoblari kutilayotgan payg'ambarning sifatlariga to'g'ri kelardi. So'ngra Bahiro Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning orqalariga nazar solib, ikki kuraklari o'rtasidagi payg'ambarlik muhrini ko'rdi. So'raydiganini so'rab bo'lgach, Abu Tolibga yuzlanib shunday dedi: Sen bilan bu bolaning o'rtasida qanday qarindoshlik aloqasi bor? U mening o'g'lim. U sening o'g'ling emas. Bu bolaning otasi hayot bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, u inimning o'g'li. Otasiga nima bo'lgan? Muhammad homilalik vaqtida vafot etgan. Rost aytding. Jiyaningni yurtingga qaytarib yubor. Uni yahudiylardan ehtiyot qil. Allohga qasamki, agar ular uni ko'rib, men bilgan narsalarni bilsalar,
ularning yomonliklaridan omon qolmaydi. U buyuk ishlar qiladi.